Mana bunday savoldan boshlayman. Hayotning ma'nosi nima? Yo'q, men jiddiy aytyapman. O'zingizga buni qanday tushuntirasiz? Nega bugun ertalab uyg'ondingiz? Tushunaman, bu qiyin savol, lekin tashvishlanmang. Tayyor variantlar mavjud. Siz faqat tanlashingiz kerak xolos. Xo'sh, hayotning ma'nosi nima? Xudoga xizmat qilish deyishadi Vatikanda va o'rta asrlarda. Bizga hayot Xudo tomonidan berilgan va yer yuzidagi vaqt faqat abadiy hayotga tayyorgarlikdir. Yo'q, hayotning ma'nosi xalqqa xizmat qilishdir deyishadi SSRda va 20-asrning boshqa mamlakatlarida. Biz insonni qudratli qilamiz va sivilizatsiyani uzoq yulduzlargacha olib boramiz. Yo'q, hayotning ma'nosi bu emas, deyishmoqda G'arbda so'nggi 50 yil davomida. Hayot, koinot va hamma narsa haqidagi yakuniy savolga javob 42. Nima? 42? Bo'ldi, videoni o'chiryapman. Tushunyapsizmi? Lekin to'xtang. Bu galaktika bo'ylab avtostop kitobida superkompyuterning millionlab yillik hisob kitoblaridan so'ng bergan javobi. Lekin nima uchun aynan 42? Ha? Nega? Nega endi bunday bo'lmasligi kerak ekan? Hayotning mazmuni nima degan savolga oddiy va qisqa javob izlash ahmoqlikdir. Sizni o'zingiz hayotingizga mazmun bag'ishlaysiz. 80-yillarning boshlarida bir muallif o'z kitobida shunday javob bergan. O'shanda postmodernizm modada edi. Hech kim hamma uchun umumiy bo'lgan mafkura izlamasdi. Postmodernizm yoki oddiygina postmodern. Siz bu so'zni eshitgan bo'lsangiz kerak. Odatda muzeyda ko'rgazma sifatida unitas qo'ygan yoki bananni devorga yopishtirgan rassomlarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Aslida hammasi ancha qiziqroq. Premodern, modern va postmodern. Bular turli xil fikrlash paradigmalaridir. Oddiyroq qilib aytaylik, paradigma bu dunyo qarash, ya'ni dunyo tartibining umumiy g'oyasi. Turli mamlakatlar va turli davrlarda turli odamlar uchun bu har xil bo'lgan, lekin ularni nimadir birlashtirgan. Amerika dunyoga shunday qaraydi. 30-yillar Germaniyasi butunlay boshqacha, Sovet ittifoqi butunlay boshqacha qaraydi. Biz bilgan XYZ avlodlari atigi 20 yillik davrni o'z ichiga oladi. Bu juda qisqa muddat va ularni marketologlar o'ylab topishgan, ko'proq M&M sotish uchun. Ammo madaniyatda faqat 3 ta global davr mavjud. An'anaviy jamiyatda premodern, sanoat jamiyatida modern va ommaviy madaniyat hamda internet olamida postmodern. Bu tushunarsiz bo'lib tuyuladi, lekin menga yarim soat vaqt bering. Men sizga sotsiologiya, falsafa va madaniyatshunoslik kurslarida nima o'qitilishini aytib beraman. Men sizni ancha vaqtingizni tejayman. Ajdodlarimiz dunyoni, ota-onalarimizni qanday ko'rganligi va bir vaqtning o'zida turli dunyoqarashlar qanday aralashganligini aytib beraman. Hozir siz o'rta asrlar nega bunchalik azob uqubatlarga duchor bo'lganini, nega davlatlar doimo urushganini va ular o'tmishda qanday kelajakka tayyorgarlik ko'rishganini, nega buyuk mafkurlar qulaganini, butun dunyo qanday qilib matnga aylanganini, nima uchun yangi samimiyat paydo bo'lganini, boshqa davrlar odamlari qanday fikrlaganini, bugungi kunda nima uchun yangi samimiylik modada ekanini va zamonaviy avlodlar nima uchun o'tmishni qo'llab-quvvatlamasligini bilib olasiz. Bu sizni hayotingiz. Men yuzimni va nolni emas, balki ilk nafasdan to oxirgi nafasgacha bo'lgan 750 ming soatni nazarda tutmayman. Aytmoqchi, bu u qadar ko'p muddat emas. Plutonga 4 marta borib qaytishga yetadi xolos. Ammo pizzaga aylantirilganda oddiy odamning hayoti mana bunday ko'rinishga ega. Bu pizzaning aynan yarim tanangizga g'amxo'rlik qilish, masalan, uxlash va ovqatlanish, hojatxonaga chiqish, yostiqni salqin tomonini burish va hokazolarga ketadi. Yana 20% barcha qarorlar siz uchun qabul qilinadigan bolalik. Va faqat mana bu qimmatli 3-qismi ongli kattalar hayoti. Uning yarmi oila va do'stlar bilan bo'sh vaqt, o'yin-kulgu, sayohatga, ikkinchi yarmi esa karyeraga sarflanadi. Ko'ryapsizmi?
Ish hayotingizdagi eng yaxshi vaqtning yarmini oladi va u qiziqarli bo'lsa, sizni farovon hayot bilan ta'minlasa, barcha rejalaringiz va istaklaringizni amalga oshirishga ko'maklashsa yaxshi bo'lar edi. Shuning uchun men sizga yaxshi karyera tramplinini tavsiya qilaman. Sky Pro'dan ma'lumotlar tahlili kursi. 6 oy ichida siz Excel va Google elektron jadvallari, SQL ma'lumotlar bazalari, Python dasturlash tili va birlik iqtisodiyotini noldan boshlab o'zlashtirasiz va siz to'g'ridan-to'g'ri ilovaning o'zidan ma'ruzalarini tomosha qilishingiz mumkin. Ammo endi asosiy savol, bularning barchasi tahlilchi sifatida sizga nima beradi? Banklarda siz odamlarning hududlarida qanchalik tez-tez kredit olishlarini, fitness klublarida mashg'ulotlar soni bo'yicha murabbiylar yuklanmasini va onlayn kinoteatrlarda yangilanishlar, tomoshalar va daromadlarga qanday ta'sir qilishini hisoblashingiz mumkin. Ya'ni siz biznesga daromad olishda yordam berasiz, ular esa siz bilan daromadni bo'lishadi. Headhunter platformasidagi maoshlarga qarang, ularning hammasi 6 ta raqamli, ammo bu faqat Moskvada, chet elda esa oyiga 3000 dan 10000 dollargacha topish mumkin. Siz doimo yoningizda ustozga ega bo'lasiz. Bu sizga motivatsiya beradigan va dars qoldirishingizga imkon bermaydigan mini murabbiyga o'xshaydi. Va keyin karyera markazi sizga rezyume yaratishga, intervyuga tayyorgarlik ko'rishga va ishga qabul qilinmaguningizcha yordam beradi. Tavsifdagi havolaga o'ting va kursga ariza topshiring. Mana sizga 10% chegirma olish uchun promokod. Lekin faqat bu uchun, balki umuman Sky Pro kurslarining barchasi uchun ushbu diagrammaga yana bir bor qarang va ongli vaqtingizning yarmini nimaga sarflamoqchi ekanligingizni o'ylab ko'ring. Va men sizga boshqa davr odamlari uni nimaga sarflaganini ko'rsataman. Hayron qolasiz. Havola tavsifda. Yo'q, Yan. Sizni fikringizcha qadimgi Yunon faylasufi o'rta asrdagi Xitoylik va Ivan Grozny davridagi rus savdogar o'rtasida qanday umumiylik bor, ha? Haqiqatan ham umumiylik yo'q, ammo ular qanday fikrlaganiga diqqat bilan qarasangiz juda o'xshash ekanligi ma'lum bo'ladi. Taxminan 15-asrgacha, ya'ni ilm-fan paydo bo'lgunga qadar hamma premodern davrda yashagan va juda o'xshash qoliplar bo'yicha fikr yuritgan. Bir dehqon, afinalik va savdogarni olaylik. Ularning har birining dunyoqarash markazida Xudo turgan. Kimdir uchun Zevs, boshqasi uchun Masih, uchinchi uchun Budda. Oddiy odamlar xudolarini tanlamaganlar. Ular otalari va bobolari ishongan narsaga ishonishgan. Ammo ular majoziy ma'noda ishonmaganlar. Ya'ni mashinamga ikona yoki xoch osib qo'ydim va bo'ldi, men iymon keltirganlardan emas, balki tom ma'noda hamma narsa Xudo tomonidan yaratilgan. Kasallik bu jinlarning hiyla-nayranglari, tuzalish Xudoning marhamati, yomg'ir Xudo yaxshi hosil olishingizni xohlashi. Buni bilamizki, Xudo butun dunyoni yaratgan. Qo'shni bilan baham ko'rish yaxshi, lekin uni o'ldirish yomon. Bu vahiy deyiladi, lekin Xudo 2 marta takrorlamaydi. Shuning uchun ko'rsatmani eshitganlar ularni katta va muhim kitoblarga yozib qo'yishgan. Va keyin ular bilimlarini boshqalarga yetkazish uchun bir muassasa, cherkov institutini yaratganlar. Nima yaxshi va nima yomonligini qanday bilish mumkin? Xo'sh, eng yaqin ruhoniyga yoki brahmanga murojaat qilish lozim. Ruhiy hayot bilan ham shunday bo'lgan. Sizningcha oddiy odamlarning hayoti qanday tartibga solingan? Birinchidan, butun jamiyat agrar bo'lgan, ya'ni kafelar yoki fabrikalar bo'lmagan. Faqat bug'doy, sholi yoki sizning iqlimingizda o'sadigan boshqa o'simliklar bor dallar bo'lgan. Odamlarning 99% shu tarzda yashab, g'alla yetishtirish va chorvachilik bilan shug'ullanishgan. Ikkinchidan, barcha odamlar tabaqalarga bo'lingan va har bir tabaqa avloddan avlodga o'tadigan o'z huquq va majburiyatlariga ega bo'lgan. Ya'ni meros orqali. Va bir tabaqadan ikkinchisiga o'tish deyarli mumkin bo'lmagan. Yorqin misol Hindistondagi kastalar. Mana brahmanlar, ijarachilar va olimlar, kshatriylar, jangchilar va shohlar, vaishiylar, dehqon va hunarmandlar, shudralar, xizmatchilar va ishchilar. Mana ijtimoiy zinaning eng quyisiga tushib qolganlar, daxlsizlar. Ular eng yoqimsiz ishlar, axlat yig'ish, hayvonlarning terisini ajratish, yuvish va loy bilan ishlash bilan shug'ullanganlar. Ular uchun karyera zinapoyasi shunday ko'rinishda edi. Qadim zamonlarda xarobadan chiqqan yigit millioner bo'la olmasdi. Hatto tasodifan ularni ifloslantirmaslik uchun yuqori tabaqadagi odamlarga yaqinlashish ham taqiqlangan edi. Shunday qilib tug'ilgan joyingdagina asqotasan degan gap ular uchun mos bo'lgan. Lekin shikoyat qilish gunoh, chunki har kim karma tufayli va o'z tabaqasida tug'ilgan. Ya'ni o'tgan hayotida o'zini yomon tutgan, shuning uchun hozir xuddi shunday holatda. Agar bu hayotda o'zini yaxshi tutsa, keyingi hayot yaxshiroq bo'ladi. Mana shunday oddiy fikr. Hammamiz o'z joyimizda qolar ekanmiz, yashaymiz va shikoyat qilmaymiz. Axir Xudo buni shunday tartibga solingan. Monarx ham o'z kuchini Xudodan olgan va faqat unga javob beradi.
uni muhokama qilish mumkin emas va uni ag'darish uchun har qanday urinish Xudoga nisbatan hurmatsizlikdir. Hujjatlarda shunday deyilgan: Xudoning rahmati va inoyati bilan men mana buni va buni amr qilaman. Imzo, muhr. Taxt uchun boshqa da'vogarlardan tashqari hech kim bunday qonuniylik bilan bahslashmagan. Axir ularda ham ilohiy huquq bor. Hech kim bunday ijtimoiy tartibga e'tiroz qilmagan, chunki hayotingiz davomida siz hech narsani o'zgartirmaysiz va hech qayerga keta olmaysiz. Yo'llar noqulay va xavfli bo'lib, yo'lda qaroqchilar va kasalliklar kutib turgan. Ular asosan piyoda yoki otda, ba'zan esa qayiqda sayohat qilishgan va maqsad umuman turizm emas, balki harbiy yurishlar va ziyorat bo'lgan. O'shanda kuniga 20 kilometr piyoda yurishgan. Shunchalik sekinki, sayohat davomida turmush qurish, o'g'il ko'rish va o'lish ham mumkin bo'lgan. Shunday qilib o'rta asrlarda dunyoni ko'rish haqida gap ham bo'lmagan. Hozir bizni davrimizda aviaselsda chipta sotib olasiz va tezda sayohat qilish uchun uchib ketasiz. Hatto chiptalar narxida tejash imkoniyati bilan shunday ekan, yo'qotmang. Aviasels arzon avia chiptalar sotib olish xizmati. Shunday qilib ko'pchilik dehqonlar va hunarmandlar ma'lumot qobiqlarida yashaganlar. Ya'ni ularning dunyosi piyoda borishi mumkin bo'lgan joylar radiusi bilan cheklangan edi. Chet eldagi hayvonlarni faqat suratlarda ko'rish mumkin edi. Bu nima yoki kim deb o'ylaysiz? Mo'jizali baliq kitmi? Yo'q. Mana kit. Bu esa begemot. Mana bu timsoh. Uni har qanaqasiga tasvirlashgan. Bu muqaddas kitobda aytilgan. Shuning uchun uni tasvirlash kerak bo'lgan, lekin Misrga borib uni ko'rish mumkin emas edi. Bu esa toshbaqa. Xo'sh, zirhli, shuning uchun u shunday tasvirlangan. Qalqon ham bor. Xo'sh, bu haqida nima deyish mumkin? Bu nima? Hech qachon taxmin qila olmaysiz. Bu mollyuska. Nega hamma narsa bunday ko'rinishda? Shunchaki odamlar so'z va mishmishlardangina hayvonlar haqida bilishgan. Marko Polo yoki Afansi Nikitin kabi individual sayohat blogerlargina bundan mustasno bo'lishgan. Shuning uchun boshqa xudolarga ishonadigan ko'p xotinli yoki tayoqchilar yordamida ovqatlanadigan boshqa odamlar borligini bilish ko'pchilik uchun deyarli imkonsiz edi. Ushbu turdagi hayot premodern tafakkurga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Yerdagi hayot faqat abadiy hayotning debochasi edi, ya'ni o'limdan keyin keladigan hayotning. Shuning uchun unga tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Ko'pchilik klublar va uychalarda yashagan bir paytda qadimgi Yunonistondagi Parfenion, Kambodjadagi Ankarvat yoki Misr Karnakidagi ulkan ibodatxonalar majmuasi kabi hashamatli ibodatxonalar xudolarga bag'ishlangan. Minglab odamlar o'z hayotlarini piramidalar qurilishiga bag'ishlaganlar, chunki Firavon xudo bo'lgan va uning keyingi hayoti barcha fuqarolarni tashvishga solgan. Ya'ni shartli ravishda agar siz butun umringiz davomida Xudo uchun ma'bad qurgan bo'lsangiz, unda Xudo sizni o'limdan keyin yaxshiroq hayot bilan mukofotlaydi. Ko'ryapsizmi? Hamma narsa mantiqiy. Harakat qilib ko'rishingiz mumkin. O'sha paytlarda hamma an'anaga ko'ra yashagan, ya'ni erkak shudgorda, ayol o'choq boshida. Bunday tashqari obro'li odamlarni tenglashingiz va ularga to'liq bo'ysunishingiz kerak bo'lgan. Oilada patriarxat hukmronlik qilgan, ya'ni uyning katta erkagi hokimiyatga ega. U qanday yashashni, nima qilishni biladi. To'ng'ich o'g'il esa butun yerni meros qilib oladi. Botinkali mushuk ertagini eslaysizmi? Esingizda bo'lsa, otadan katta o'g'il tegirmonni, o'rtancha o'g'li eshakni, kichigi esa faqat mushukni meros qilib oladi. Men har doim ertaklardagi kenja o'g'ilga e'tibor beraman. U doimo harakatda bo'ladi, nimadir o'ylab topadi. Oilaviy patriarxatda ham shunday, davlatda esa qat'iy iyerarxiya mavjud bo'lgan. Papaning o'zi yoki podshoh quyosh yer atrofida aylanadi desa, quyoshning yer atrofida aylanishini boshlashdan boshqa iloji yo'q. O'rta asrlarda hayot nol summali o'yin edi, ya'ni resurslarning umumiy miqdori oshmagan. Nima ishlab chiqarishsa, nima o'stirishsa, o'shani yeganlar. Boy bo'lishning yagona yo'li dehqonlar bilan qo'shib yerni boshqa egasidan tortib olish edi. Shu sababli tinimsiz urushlar olib borilar, mamlakatlarning chegaralari o'zgartirilar, hududlar zabt etilar va ularga qarshi kurash olib borilardi. Doimiy rivojlanish sifatida kelajak tushunchasi yo'q edi. Mehnat qilamiz, jimgina yashaymiz va dahshatli hukmni kutamiz. U yerda gunohkormizmi-ki yoki yo'qmi bilib olamiz. Ular shunday yashashgan. Keling, xulosa qilaylik. Modern davrda butun dunyo Xudoning ma'badi, haqiqat manbai cherkov, bilim esa og'zaki tarzda yoki qo'lda yozilgan matnlarda almashtiriladi. Barcha san'at dinga bag'ishlangan, jamiyat an'anaviy ravishda iyerarxiya va patriarxiyaga asoslanadi. Barcha ish qo'l bilan bajarilishi kerak va hayotning ma'nosi amirlarga rioya qilish hamda keyingi hayotga tayyorgarlik ko'rishdan iboratdir. Shu holda ming yillar davom etib kelgan. Bu abadiy bo'lib tuyulgan, bir kun kelib yakun topmagunicha.
15-asrda dunyo tez o'zgara boshladi. Yevropaliklar Amerikani kashf etishdi. Kopernik nihoyat jamiyatni yer quyosh atrofida aylanishiga vaqtincha emasligiga ishontirdi va Gutenberg kitoblarini qo'lda ko'chirmaslik, balki chop etish qulayroq degan fikrni ilgari surdi. Endi adabiyot nafaqat cherkov a'zolari, balki o'qiy oladigan har bir kishi uchun mavjud edi. Injil birinchi marta chop etildi, lekin tez orada odamlar nafaqat xudolar yoki qahramonlar haqida, balki odamlar haqida ham o'qish qiziqroq ekanligini tushunishdi va shundan boshlab san'at insonga qaratildi. Endi u gunoh mevasi emas, balki yaratilish tojidir. Uyg'onish davri odami fikrlaydi, demak u mavjud. Sog'lom tana qadimiy madaniyati qayta tiklanadi. Faylasuflar davlat ham xudodan emasligini, u shunchaki o'zaro ijtimoiy shartnoma tuzgan odamlardan iboratligini tushunishadi. Va 18-asr oxirida fransuzlar qirolni nafaqat taxtdan ag'dardi, balki qatl qildilar. O'zlarini respublika deb e'lon qildilar va inson huquqlari deklaratsiyasini qabul qildilar. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro zulmga, aybsizlik prezumpsiyasiga, so'z erkinligi va xususiy mulk huquqiga va boshqa ko'p narsalarga qarshi turish huquqiga ega ekan. Shu bilan birga ilm-fan tobora ko'proq yangi narsalarni kashf etdi. Kompas ignasi yerning magnit maydoni ta'sirida harakatlanadi. Chaqmoq sehr emas, balki elektrdir. O'z o'rniga bug' mashinasini ishlatish ham mumkinligi ma'lum bo'ldi. 18-asrdan sanoat inqilobi boshlanadi. Zavodlar ko'payib, kechagi dehqonlar va bobolarining 10-avlodi yashagan qishloqlardan katta shaharlarga ko'chib o'tadi. Hayot o'zgaradi. Balki insonning o'zi tufayli tez o'zgaruvchan dunyoni tushunishga harakat qilib, inson tafakkurining tubdan yangi turiga, modernizmga keladi. U zamonaviylik so'zdan kelib chiqqan. Endi inson jannatga o'zining amallari bilan va aqli bilan yetaklash kerak. Va o'limdan keyin emas, balki yer yuzining o'zidayoq. Protestantizmning ta'kidlashicha, inson pul topishi kerak va uning xudoga xizmati mehnatdan iborat. Oddiy qilib aytganda, pul to'plash endi isrofgarchilik emas. Agar ilgari sizni mol-mulkingiz uy va chorva mollaridan iborat bo'lgan bo'lsa, endi siz qarz berishingiz, kredit olishingiz va shu tarzda pulni ko'paytirishingiz mumkin. Zavod ochdingiz, cherkov qurdingiz, yana bir zavod ochdingiz. Barakalla, jamiyatning yaxshi a'zosisiz. Qarangki, Yevropada aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot 1000 yil davomida bir xil saqlanib qolgan va 19-asrdan boshlab u bir inson hayoti davomida 2 barobar ko'payishni boshlagan. Lokomotivning paydo bo'lishi bilan sayohat paytida kasallik yoki qaroqchilar hujumidan o'lish ehtimoli keskin kamayadi va qayiqlar ko'plab odamlarning qit'alar bo'ylab harakatlanishiga imkon beradi. Hayot endi 0 summali o'yin emas, umumiy pirog ham o'sib boradi. Deyarli har bir kishi yaxshiroq yashaydi. Kambag'al dehqon maosh evaziga ishchiga aylanadi. Parij markazida taraqqiyot ramzi bo'lgan 300 metrlik metal minorani o'rnatgan muhandis va tadbirkorlar zamonning zo'rlariga aylanadi. Endi siz qishloqni tark etishingiz, madaniyatingizni yoki hatto diningizni o'zgartirishingiz, ta'lim olishingiz va ishchi bo'lishingiz yoki tadbirkor bo'lishingiz, boyib ketishingiz yoki shahar ariqlarida o'lishingiz mumkin. Tanlov sizniki. Ilgari katta bobom kovush kiyib yurgan, bobom ham kovushda yurgan, otam ham, men ham o'g'illarimni shunga o'rgataman qabilada yashalgan. Endi har bir kun inqilob. Sanoat, she'riy yoki madaniy inqilob. San'atdagi qonunlar ham buzilgan. Diniy mavzular o'rniga portretlar, so'ngra tubdan yangi janrlar paydo bo'ldi. Yupqa niqoblar bilan o'tkinchi ta'sirot qoldiradigan impressionizm, hamma narsani geometrik mozaikaga aylantiradigan kubizm, kelajakka qarash va boshqa yo'nalishlarni o'z ichiga olgan futurizm. Arxitektura, musiqa va adabiyotda yangi janrlar paydo bo'lmoqda. Bularning barchasi faqat doimiy o'sish va taraqqiyot g'oyasini oziqlantiradi. Modernizmda butun dunyo katta mexanizmdir. Har qanday muammoni hal qilish mumkin. To'g'ri, atyorkani bersangiz bas, ya'ni texnologiyani. Menga tayanch nuqtasini topib bering va men dunyoni qo'limda aylantiraman. Mana suvda yura olishimiz va shaharlar ustida qanotlarda ucha olishimiz, ular maxsus ob-havo qalpoqlarini o'rnatishi, pochtachilar xatlarini darhol kvartiralarga yetkazib berishlari va o't o'chiruvchilar o'sha paytda tasavvur qilib bo'lmaydigan balandlik 10 metrni zabt etishlari. Havo politsiyasi havo jinoyatchilarini ta'qib qilishi va bu tartibsizlikni qandaydir tarzda tartibga solish uchun uchuvchi transport politsiyasi kerak bo'lishi haqida bashorat qiluvchi atritkalar. O'tmishda mana shunday ajoyib yorqin kelajakni tasavvur qilishgan. Ammo g'oyalarini kim bergan? Ushbu tendensiyalarni kim o'rnatgan? Modernizmda hokimiyatga bo'lgan ishonch zaiflashmadi. Shunchaki ruhoniylar o'rnini haqiqatning yangi ijarachilari egalladi. Bu siyosatchilar va olimlar. Endi ular odamlarni buyuk ishlarga undadilar. Kerak bo'lsa asarlarni ortga qaytaramiz. Sahroda shaharlar quramiz va atomni bo'lamiz.
SSRda haqiqatan ham Qozog'iston dalalarini suv bilan ta'minlash uchun Sibir daryolarini burish loyihasi mavjud bo'lgan. Agar premodernizmda odamlar masalan Xudoga kerak bo'lgani uchun piramidalar qurishgan bo'lsa, endi ular davlat qaror qilgani uchun mega loyihalar qilishadi. Ilgari Muso dengiz suvini ikkiga bo'lgan bo'lsa, endi Xrushchev Volgada gidroelektr stansiyalar kasadkani qurish orqali shunday qiladi. Buning to'g'riligi hammani ishontirish uchun esa mafkura kerak. G'oya mana bunday. Endi biz dunyoni tezlik bilan o'zgartiramiz va hammasi ajoyib bo'ladi. Zamondoshlar aytganidek, yo'lbarslar yurgan joylarda biz magistrallar quramiz. Aytgancha davomi ham bor. Aytsammikin, aytmasammikin. Ha mayli, keling xulosa qilaylik. Modernizmda butun dunyo mexanizm bo'lib, unda har bir detal o'z vazifasi uchun javobgardir va haqiqat manbai ilm-fan ham olimlardir. Ularga xuddi ruhoniylar kabi so'zsiz ishoniladi. Axborot kitoblari orqali uzatiladi. San'atda yangi janrlar ravnaq topadi. Jamiyat sanoatlashgan, qo'l mehnati esa ommaviy ravishda mashinaga o'ta boshlagan. Bu yangi dunyoda hayotning mazmuni uni 100% bilish va tabiatni o'ziga bo'ysundirishdir. Modernizm o'z apoteoziga 20-asrda erishdi. Odamlar o'zlarini yangi xudo deb bilib, ma'lum bir g'oya uchun inqilob uyushtirish, hatto boshqalarni o'ldirishga ham tayyor edilar. Ideal jamiyat qurish yo'lini ilmiy asoslab berganliklarini da'vo qiladigan mafkuralar paydo bo'ladi. Masalan, natsizm, kommunizm va global liberalizm. Har bir inson yer yuzida jannatni qanday qurishni bilishni da'vo qiladi. Natsizm ijtimoiy darvinizm g'oyasiga asoslanadi. Bu yerda hayot mavjudligi uchun kurash bo'lib, unda eng kuchlilar omon qoladi. Natsizmning maqsadi millatning tiklanishi va hammani mag'lub etadigan super odamni yaratishdir. Natijada ma'lum bir mamlakatda jamiyat birlikka, kuchga, millat pokligiga va boshqalar ustidan g'alabaga erishishi lozim. Kommunizm esa boshqacha. U Marks g'oyalaridan kelib chiqqan. Maqsad odamlarni sinfsiz jamiyatga olib kelish. U yerda burjuaziya, shohlar, ruhoniylar yo'q, demakki, ekspluatatsiya ham yo'q. Hamma joyda adolat hukmron, har kimdan qobiliyatiga ko'ra talab qilinadi, har kim o'z ehtiyojiga ko'ra qabul qiladi. Faqat oqilona tamoyillar asosida qurilgan. Ya'ni ilm-fanga ko'ra modernizmning 3-buyuk loyihasi global liberalizm. Bunda odamlar din, an'ana va davlatning har qanday cheklovlaridan xoli, inson o'ziga o'zi xo'jayin va o'zi xohlagancha mustaqil rivojlanadi. Ammo zamonaviylikning bu buyuk loyihalari barbod bo'ldi. Natsizm Ikkinchi jahon urushi va konslagerlarga olib keldi. Kommunizm qurishga urinish raqobatsiz iqtisodiyot va ocharchilikka sabab bo'ldi. Liberalizm hali ham tirik, masalan Amerikada yoki Yevropada, ammo u yer yuzidagi har bir insonga baxt va erkinlikni va'da qilgan global sayyora g'oyasi sifatida o'tkazildi. Masalan Amerikaliklar Afg'onistonda demokratiya qura olmadilar. Bu bizga to'g'ri kelmaydi, deyishdi afg'onlar. Aslida bizga bunday demokratiya, bunday erkinlik kerak emas. Biz qo'pol qilib aytganda kambag'al, ammo munosib yashashni afzal ko'rgan bo'lardik. 20-asr baxtni suyaklar ustiga qurib bo'lmasligini, tabiatni o'ylamay o'zgartirib bo'lmasligini, daryolarni ortga qaytarish, baqoqlikni quritish yoki qurol bilan dunyoning narigi chekkasida o'z siyosatingizni o'rnatish mumkin emasligini juda yaxshi ko'rsatdi. Agar global g'oyalar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda umuman g'oyasiz yashash yaxshiroq. Odamlar birovning global rejalarining bir qismi bo'lishdan charchadi. Faylasuflar buni metanarrativlarning qo'lashi deb atashadi. Oddiy qilib aytganda, bu buyuk mafkuralarni yo'q qilishdir. Odamlar din ham, ilm ham xatoliklarga olib kelishi mumkinligini o'ylashdi. Diningiz yoki mafkurangizga qaytish qon bilan yakunlanishi mumkin. Ilm-fan qotillikning tobora samarali usullarini ixtiro qilib, Hirosima va Nagasakida yadroviy portlashga olib keldi. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, biron bir hokimiyatga 100% ishonishingiz shart emas. Va har doim savollarni o'zingiz qidiring. Savollar bering, ularga javob izlang. Shu bilan birga, Ikkinchi jahon urushidan keyin texnologiyalar, ayniqsa aloqa va ommaviy axborot vositalari tubdan o'zgarib bormoqda. Kitoblar o'rnini radio, televizor, keyin esa internet egalladi. Endi har kim o'zining bebaho fikrini bildirishi mumkin. Barnaulda Johnny Depp va Amber Heard o'rtasidagi sud jarayonini muhokama qilmoqdilar. New-Yorkda esa ismi oshkor etilmaydigan odamni ozod qilishni talab qilmoqdilar. Hozir biz mahalladagi keksa buvilarga o'xshaymiz. O'tiramiz, qo'shnilarni, uyini hammani muhokama qilamiz, hamma narsani bilamiz. Barcha sabablarni bilamiz yoki faylasuf Marshall McLuhan aytganidek, hozirda dunyo katta qishloqqa aylangan. Katta qishloq.
postmodernizm yoki post zamonaviylik davri keldi. Shunday qilib odamlar uchun bu dunyoqarashdagi paradigma endi yagona universal haqiqat yo'q. Har qanday nuqtai nazar mavjud bo'lish huquqiga ega. O'zingiz xohlagan narsaga ishoning, ya'ni xoh xudoga, xoh odamga, xoh uchadigan spagetti maxluqqa kim bo'lishini siz tanlaysiz va xohlaganingizcha jins mavjud. Agar premodernizmda tanangiz xudoga, ruhga yoki jamoaga, modernizmda davlatga tegishli bo'lsa, postmodernizmda tanangizning xo'jayini sizsiz, sizning tanangiz, sizning mulkingiz. Abort qilish, butun vujudimni tatuirovka bilan to'ldirish, kaftimga 3 talik karta joylashtirish va boshqa hamma narsani qila olish mumkin. San'at haqida nima deyish mumkin? Postmodernizm san'ati yangi buyuk ma'nolar yaratmaydi. Aksincha ularni yakunlaydi, ya'ni mavjudlarni tahlil qiladi. Pop art iste'mol jamiyatini, ijtimoiy san'at sovet mafkurasini, matritsaga o'xshash filmlar esa biz yashayotgan borliqni dekonstruksiya qiladi. Lekin postmodern san'atning kvintessensiyasi, albatta biz bir necha son ilgari gapirgan memlardir. Ular istihzoli, beadab qoidalarni buzadilar, tayyor tasvirlarni aralashtiradilar va hatto mem formatining o'zi haqida hazillashadilar. Postmodernizmdagi san'at galereyalari va muzeylardan tashqariga chiqadi. Bugungi kunda nafaqat sizning uyingizda qanday rasm borligi, balki tanangizda qanday harflar aks etgani ham muhimdir. Massiv moda va uslub paydo bo'ldi va biz sizga uning bir qismi bo'lishni taklif qilmoqchimiz. Bizning yozgi merchimiz yangi ranglarda chiqmoqda. Mana ikkita futbolka binafsha rang va qora rangli, shuningdek xuddi qaymoq rang va qora. Merch katta o'lchamli futbolkalar ham juda zo'r. Endi barcha yozuvlar katta hajmga ega, ya'ni mana bu yolg'on sevgi tuyg'usi yozuvini ushlab ko'rib his qilishingiz mumkin. Biz yozuvni kichraytirdik, shunda kurtka yoki biron narsa kiyganingizda u ko'ylak ostidan ko'rinadi va eng muhimi, yenglarni shunday burishni unutmang. Bu zo'rda ko'rinadi. Endi tavsifdagi havolaga o'ting va hammasi sotilib ketishidan oldin tovarga buyurtma bering. Bizning Telegram kanalimizga ham kiring, Topless podkastini ham yo'lga qo'ymoqdamiz va u faqat Telegram kanalida chiqadi. Biz esa postmodernga qaytamiz. U nafaqat memlar va modani olib keldi, balki butun dunyoga qarashni o'zgartirdi. Qanday deysizmi? Hozir tushuntiraman, lekin diqqat bilan eshitishingiz lozim. Demak, premodernizmda dunyo ibodatxona, ya'ni odamlarga suv ichish uchun suv, yeyish uchun hayvonlar, nafas olish uchun havo yaratilgan makondir. Bibliya va boshqa muqaddas matnlar shaklida bularning barchasini qanday ishlatish haqida yuqoridan qoida tushdi. Modernizmda hamma narsa boshqacha. Dunyo katta va murakkab mexanizm bo'lib, unda ba'zilar boshqalarni boshqaradi. Masalan, Goldberg mashinasi kabi unda obyektlar tushadi, itaradi, aylanadi, to'qnashadi, natijada mashina harakatga keladi. Ilm-fan yordamida biz detallarning har birining ishlash prinsipini kashf eta olamiz. Va shu bilan butun mexanizm, butun sayyora, butun koinot qanday ishlashini tushunamiz deb ishonilgan. Siz shunchaki ma'lum bir nuqtani bossangiz, mana buni aylantirsangiz bas, sayyorani o'rnidan qo'zg'atish ham hech gap emas. Bu yerni bosing, bu yerga burang va hammasi yaxshi bo'ladi. Sirda ilm-fan yordamida inson hayotini standartlashtirishni xohlashgan. Taxminan aytganda, odamga tish cho'tkasi, bir necha metrlik oshxona, deraza va ishlash uchun zavod kerak bo'ldi. Bu kelajak odami va uning har bir qadami oldindan belgilab qo'yilgan, ammo haqiqiy hayot murakkabroq bo'lib chiqdi. Inson harakatlarini oxirigacha hisoblash mumkin emas. Tug'ilganidan to o'limgacha va u o'zgaradi. Uning barcha harakatlarini oldindan belgilash mumkin emas. Yo'q, hatto aniq fizika fanida ham barcha jarayonlarni oxirigacha ko'rib belgilab bo'lmaydi. Ha, matematika hamma narsani hal qiladigandek tuyuladi. Lekin yo'q, unday emas. Kvant dunyosida oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan mutlaqo tasodifiy jarayonlar mavjud. Bundan tashqari, kuzatuvning o'z natijani o'zgartiradi. Biz zarrachalarga qaraganimizda ular ma'lum tarzda harakatlanadi. Qaramaganimizda esa boshqacha tarzda. Ijtimoiy fanlarda ham xuddi shunday. Ma'lum bo'lishicha, Marks haqiqatni kashf etmagan, balki uni yaratgan. U millionlab odamlar qurmoqchi bo'lgan utopiyani yaratdi va bu modernizm edi. Ammo postmodernizmda biz yagona haqiqat yo'qligini, u mavjud emasligini va butun dunyo matn ekanligini angladik. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, dunyo bizning haqiqatimizni quruvchi g'oyalar va belgilar to'plamidir va hamma uchun bir xil bo'lgan yagona g'oya, yagona universal orzu yo'q. Ha, shunday. Qani ketdik? Chunki barcha mamlakatlar, barcha dinlar o'z timsollari va obrazlarida yashaydi. Amerikaliklarda dunyoning bitta surati bor, xitoyliklarda boshqa, musulmonlarda ham umuman boshqacha surat mavjud. Bu yerda ular Amerika orzusini ixtiro qildilar. Unda hammaning shahar chetida uyi va bir nechta mashinalar bor. Amerikaliklar esa ommaviy ravishda shunday yashay boshladilar. Yana bir misol, Coca-Cola Rojdestvo tasvirini yaratdi va Xitoy shaharlari sovg'alar hamda bezaklar ishlab chiqaradigan zavodlarga aylandi. Endi bayramdan
archa daraxti va pishiriqlar emas, balki bo'yoq va tez quriydigan yelim hidi keldi. Postmodernizmda yangi ma'nolarni din va fan emas, balki san'at yaratadi. Biz televizorda yoki internetda ko'rgan tasvirlarni sinab ko'ramiz. Do'stlar orttiramiz, endi do'stlar bilan kvartira ijaraga olish mumkinligini tushunamiz va ular endi bizning yangi oilamiz bo'ladi. Biz ma'lum bir filmni tomosha qilamiz va undan ko'rib jinsiy aloqani muhokama qilish va bu mavzuda hazil qilish mumkinligini tushunamiz yoki Euforiya serialini ko'rib tobora ko'proq o'smirlar o'z shaxsiyati haqida o'ylay boshlaydilar va yorqin makiyaj qiladi. Biz o'zimiznikidan ko'ra qahramonlarning munosabatlari haqida qayg'uramiz, chunki biz munosabatlarimizni ularning modeliga ko'ra qurishimiz kerak. Biz uchun butun dunyo qandaydir ishning matnidir. Biz unda rol o'ynaymiz. Hozir nima bo'layotganini ko'ring. Harry Potter haqiqatan ham ko'pchilik uchun Bibliyaning o'rnini bosdi. Odamlar unda voqelikning o'xshashligini qidirmoqdilar. Masalan, yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi bu kurashning barchasi kitobda allaqachon sodir bo'lgan. U xalq ommasiga uzuklar hukmdorida kuchning tabiati haqida ma'ruzalar o'qiydi. Bu yerda bosh qahramon kuchsiz Frodo bo'lib, jangda o'zini ko'rsatish emas, zulmat kuchayganda umidsizlikka tushmaslik uning kuchli tomonidir. Va eng mashhur misol, biz hozir sodir bo'layotgan hamma narsa Simpsons va Janubiy Park multfilmlarida bo'lganiga aminmiz. Yoki tahririyatda hazillashganimizdek, hamma narsa allaqachon top-listda bor. Darhaqiqat, biz hamma mavzularni yoritib bo'lgandekmiz go'yo. Shuning uchun har safar biror sonni ko'rishni tavsiya qilamiz. Shunday qilib, postmodern shubhalar davridir. Biz doim o'zimizga qanday qilib bu yerga keldim? Dunyo qayerga ketyapti? Men kimman kabi savollarni beramiz. Men ko'proq Monikaga yoki Rachelga, Kosmos yoki Beyaga, Flora yoki Winskdagi texnoga o'xshaymanmi? Mening hayotim komediyami yoki tragediyami? Premodernizm dehqoni bu haqida hatto xayolga ham keltira olmagan, chunki uning roli tug'ilishidanoq oldindan belgilab qo'yilgan edi. U ortiqcha fikrlamagan ham. Insonning modernizmdagi o'rni jamiyatlar va davlatlar tomonidan belgilab qo'yilgan, ammo postmodernizmda biz hammamiz bu savollarni har safar o'zimizga beramiz. Men kimman va hayotning ma'nosi nima? Lekin eng muhimi javob topa olmaymiz. Chunki biz uchun bitta haqiqat yo'q. U endi mavjud emas. Tushunyapsizmi? Yaxshi, shartli ravishda men Navalniyga qarayman. Ha, korrupsiyaga qarshi kurashadigan oddiy tip. Ajoyib. Yana kimdir bilan gaplashaman. Ehtimol Navalniy bu yerga kimdir tomonidan qo'yilgan deyshadi. Buni juda yaxshi tushunaman. Keyin men yana bir intervyuni ko'raman. Ular Navalniy qilgan ishni bajarish uchun katta jasorat kerak deyshadi. Va men bu fikrga ham qo'shilaman. Keyin Dudga qarayman. U Navalniyga nisbatan juda ko'p savollar bor deydi va men bu fikrni ham tasdiqlayman. Demak, eng qiziqarli hozirgi zamon metamodern haqida gap boshlashdan oldin keling xulosa qilaylik. Postmodernizmda butun dunyo matn, haqiqat umuman mavjud emas. Axborot yorug'lik tezligida uzatiladi. San'atda uzluksiz dekonstruksiya, jamiyat informatsiondir va internet bunga sabab bo'ldi. Hayotning umuman ma'nosi yo'q. Atrofdagi hamma narsa tartibsizlik. Doimo hamma narsaga shubha qilishingiz va men hozir nima qilyapman deb o'zingizdan so'rashingiz kerak. Demak, hech narsa to'g'ri emas va hamma narsaga ruxsat berilgan. Postmodernda o'zingga o'zing shohsan, xudosan, qahramonsan, sen erkinsan, hayot esa maqsadsiz. Demak, ma'nosiz ham. Umuman hamma narsani rad etish ham mumkin. Barcha qoidalar va qadriyatlarni ham. Odamlar endi terrorizmni, nogironlikni, bolalarni, qariyalarni, o'limni masxara qilishmoqda. Bu xuddi jangovar klublar dunyosida yashashga o'xshaydi. Faqat hamma narsani oxirigacha yo'qotish orqali biz erkinlikka erishamiz. Nega unda umuman yashash kerak o'zi? Qiziq savol. Bu postmodernizm inqirozidir. Odamlar hayotdagi maqsad sifatida bir tiyin pulga eng mazali muzqaymoq olishni yoki bir paytlar o'lgan, lekin hozir jonlantirishga urinishayotgan mafkura sifatida biron bir oqilona narsani, yaxshi narsani, abadiy narsani sog'inishni boshladilar. Odamlarga hayotda qandaydir qadriyat yetishmayapti. Aslida bu hayot nimaga kerak o'zi? Qanday yashashni xohlaysiz? Ming la'nat. Ammo hammamiz nima yaxshi va nima yomonligini turli yo'llar bilan aniqlasak, unda qanday qilib umumbashariy qadriyatni topish mumkin? Hamma uchun haqiqatan ham muhim narsani. Amerikalik faylasuf Rorty bu qadriyatni quyidagicha ifodalangan. Shafqatsizlikka toqat qilmaslik. Biz dunyoni boshqacha ko'rishimiz va turli kelajakka intilishimiz mumkin. Lekin agar mavjudot og'riqni his qilish qobiliyatiga ega bo'lsa, biz unga og'riq yetkazmasligimiz kerak va bu yagona umumbashariy qadriyatdir. Ma'lum bo'lishicha, butun dunyo qandaydir tasodif va tartibsizlik emas. Bunda yaxshilik va abadiylik bor. Metamodern aynan shu fikrlar bilan boshlanadi. Ba'zilar bu 90-yillarda paydo bo'lgan deb hisoblashadi. Ammo aslida bu biroz modernizm tomonga qaytgan postmoderndir. Ya'ni siz xohlagan narsangiz haqida hazillashishingiz va istihzo qilishingiz mumkin.
Ammo muhim va jiddiy qadriyatlar borki, ularga intilish yaxshi bo'lardi. Metamodernni ikki so'z bilan izohlash mumkin. Yangi samimiylik. Andersenning To'lin oy qirolligi asarida istehzo va hazilning soda suratlari ko'p, ammo bu hazilning barchasi jiddiy yuz bilan aytilgan. Bolalar beadab kattalardan farqli o'laroq bir-birlarini chin dildan sevadilar, o'zlarining shaxsiy jannatlarini qurishga harakat qiladilar va istehzo bilan dunyoga hamdard bo'lishadi. Sarguzasht vaqti va Gravity Falls kabi zamonaviy multfilmlar ham garchi fantaziya bilan to'ldirilgan bo'lsa-da, samimiy do'stlik va samimiy sevgi haqida hikoya qiladi. Ilgari ular sizga shunday deyishlari mumkin edi: "Uyalmaysanmi? Erkak bo'l, erkaklar yig'lamaydi." Lekin hozir men shunaqaman, lekin erkakman deyish mumkin. Men samimiy bo'lishdan uyalmayman, his qilaman, shuning uchun men borman. Memdagi kabi, men yig'loqiman, ammo erkinman. Sizning playlistingizda Chris Pace, Broadway musiqiy parchasi va Linkin Parkning qo'shiqlari bo'lishi mumkin va siz ularning har biriga yuqori baho berish huquqiga egasiz. Postmodernda siz qanday qilib ajoyib film, men hatto uning yomonligidan oxirini ko'ra olmadim deya olasiz. Samimiylikka o'xshaydi, lekin aslida yana bir kinoya qatlami. Ammo metamodernda siz butunlay samimiy bo'lib, men buni ko'rdim, ahmoqona kino, lekin menga yoqdi, yana bormi deyishingiz mumkin. Xona filmi barcha davrlarning eng yomon filmi deb tan olingan, shuning uchun uni har yili millionlab odamlar ko'radi. Bu bema'ni film, lekin u ajoyib, shu qadar yomonki odamga yoqib ketadi. O'zingiz ko'ring. Chunki zavq olish endi uyat emas. Yagona sharmandalik zo'ravonlikdir. Qanday bo'lmasin, metamodern bu postmodernning yangi rivojlanishi va uning g'oyalari sodda tarzda quyidagicha eshitiladi. Siz dunyodagi hamma narsani mutlaqo inkor qilishingiz mumkin, lekin do'stlashish, sevish va rivojlanish yaxshi. Bu metamodernda odatiy holdir. Lekin zo'ravonlik mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas, bu normal emas. Boomerlar TikTok avlodini hech qanday qadriyati yo'qlikda ayblasa-da, zoomerlar zo'ravonlikdan butunlay voz kechishga chaqirmoqdalar. TikTokning o'zida esa oiladagi zo'ravonlikni qanday tan olish va unga qarshi kurashish bo'yicha videolar tarqatilmoqda. E'tibor bering, ota-onalar bilan hazil, inson huquqlari va zo'ravonlik mavzusida bahslashish qiyin, shundaymi? Shunday. Buning sababi shundaki, ularning aksariyati o'z haqiqatini himoya qilishga tayyor. Me'yorlar va asoslarining yagona haqiqatiga ishonadigan va ularni himoya qilish uchun zo'ravonlik ishlatishga tayyor modernizm odamlaridir. Ularga okey boomer deng. Va hech bir davr bir-biridan yaxshiroq yoki yomonroq emasligini yodda tuting. Ular shunchaki almashinib turishadi. Premodernizmdan modernizmga, modernizmdan postmodernizmga, postmodernizmdan yana modernizmga, shunday qilib metamodern paydo bo'ladi. Dunyoning turli xil suratlari o'zgarib, bir-biriga aralashib bordi. Oqilona tafakkur tasavvufni siqib chiqarmadi. U bilan parallel ravishda mavjud bo'ldi. 19-asrda fanning rivojlanishi ruhiy seanslar mashhurligining o'sishiga to'sqinlik qilmadi. Ular shunchaki bu mashg'ulotlarni yangi usulda tushuntirdilar. Masalan, o'sha paytda moda bo'lgan elektr energiyasi bilan havodagi elektr ruhning havoda paydo bo'lishini anglatadi. Bu elektr tufayli sodir bo'ladi. Ruh elektrdir. Bugungi sonda asosan g'arb madaniyati haqida gaplashdik, chunki u ommaviy paradigmaga biroz tezroq kirgan. Ammo sayyoradagi bu uchta paradigma bir vaqtning o'zida parallel ravishda mavjud. Qayerdadir premodernizm ham bor, uzoq sharqda yoki Afrikada. Bugun Afg'onistonda yana diniy premodernizmga qaytishni, shariat me'yorlariga asoslangan jamiyat qurishni va o'rta asrlarni qayta tiklashni taklif qilmoqdalar. Mamlakatda raqsga tushish, qo'shiq aytish, musiqa tinglash va varrak uchirish taqiqlangan. Va bu 2022-yil. Shu bilan birga atrofimizda qanday yashashni tushunganiga ishonchi komil modernistlar ko'p. Ular mafkurani qaytarishga harakat qilmoqdalar. Ular butun insoniyatni saodatga yetaklaydigan katta g'oya va texnologiyalarga ishonadilar. Siyosatchilar doimo modernizm qadriyatlariga murojaat qilishadi va mamlakatni yana buyuk qilishga va'da berishadi, garchi ko'p fuqarolar endi bunga muhtoj emaslar. Ular postmodernizmda yashaydilar va mafkurani emas, erkinlikni xohlashadi. Sizning hayotingizning ma'nosi nima? Buni o'zingiz hal qiling. Faqat javob izlayotganingizda sayyorani ostin-ustun qilmasangiz bas. Va odatdagidek aqlingizni charxlang. Ko'rishguncha.
tomosha